Ha, ichib tugatganimdan keyin Qur'onlik payti bo'ldi. Qur'onlikka endi mana bu yerda o'g'lim Toshkentda-da, kelinim bilan ular uyiga bordi. Qur'onlikni o'tkazib, endi ular qaytmoqchi paytiga bu kishi qo'ymadilar. Bonixon, o'g'lim ham Alisher qo'ymadi. Bular meni majburlab o'sha uyda kiyimi bilan mashinaga tiqishdi. Siz doktorda o'tkazamiz deb. O'zim aytdim, men 20% kasalligim qolgan, 80% yaxshi bo'ldim deyapman. Ishonishmaydi bular mening gapimda. Men aytdim, bekor nima qilasizlar, rasxod qilib, menga hech narsa kerak emas. Yana shu doridan olib ichsam o'zi ancha yaxshi bo'laman deb anaqa qilib nima qildim. Keyin olib kelishdi, bu yoqqa keyin borib anaqa mana nimadan fester nima deydi-ku, jigarni ko'radi-ku, qabog'anisidan. Ko'rdi, aytdi, jigarimni o'zi ko'rganiga birinchi nima qilganiga mana bunday qotgan dedi-da, atrofi. Keyin aytdiki, mana lubiyada bir dona qolgan dedi, 3 dona moshday qolgan dedi. O'sha dedi 20% sizga, 80% yaxshi bo'lgansiz dedi. Jigar qotishingiz yo'q o'sha dedi, yaxshi. O'zi xotinam shu boshida borganimda nima bo'ldi-da, aytdi-da, shuni jigaringiz qotib anaqa bo'ldi dedi. Men aytdim, jigar shuncha bo'ladimi? Ha, hali bunchasi yana 100 yil yashayman dedim-da. Men oldimdan hamma yig'lab chiqib ketadi. Siz bunday kulib ketyapsiz deb nima qildi-da, o'zi hayron qoldi. Keyin borganimga keyin aytdi, "Voy, siz dedi, yaxshi bo'libsiz dedi, men qoyil sizga dedi, lekin bor dedi. Nima eshitdingiz dedi?" Men aytdim, "Shunaqa mahsulot bor ekan, shuni eshitdim dedim." Shu nima qildim, u ham ishongisi kelmayapti. Chini bilan ayting, men aytdim, chini bilan aytyapman, men yolg'on gapirmayman, boshqa hech narsa iste'mol qilganim yo'q dedi. Keyin qonimni topshirdim. Qonimda menga A, B, C, D bor edi. Menga C, D ham uyg'onganiga 3 yil bo'ldi-da, yotgan edi o'sha paytgacha. A, B ham lekin tirik edi. Anaqa qilib keyin o'sha nimaga topshirdim, bitta B qolganda, anaqa qilib. U A, C, D va qonimda yo'q, toza bo'lgan o'shalar. Yotib qoladi dedik, yotgan ham yo'q-da, umuman qonimda yo'q u narsada. Faqat B bor. 156 qolgan, 970 edi. Nima qilib ketsak, o'sha keyin 156 qolganda o'sha qonimda anaqa qilib. Nima qilib keyin vrachga o'sha meni qaraydigan vrachimga olib bordim shu qog'ozlarni, u kishi ham ishonmayaptilar-da. Aytadilar-ki, "Men neujeli ishonmayman bu narsaga" deyaptilar-da. Qanday bunday toza bo'ldi anaqa nima qilib, o'zlari ham qotib qoldilar-da, nima qilib. Men aytdim, "Ha, Xudoning shifo bergan" dedim. Alloh shifo beradi. Bu bir mo'jiza, bir sabab dedim. Allohning bir sabablari. Bir tarafi umrim bor ekan dedilar. Shuni hisobida dedim, endi shuni anaqa bo'ldi. Undan keyin bir qulog'im vaqti eshitmasdi. Ikkinchi mahsulotni olganimdan keyin men juda bosh og'riq edim-da. Shu bosh og'riqlarim hammasi o'sha birinchi mahsulotdan yaxshi bo'lib ketdi. Keyin mana qulog'im eshitmasdi, chap qulog'im super omegan oldim ikkinchi nimasidan. 1,5 oy mana shu burnimda, chap burnimdan shunday nafasim bunday olinmaydi, bitmaydi burnim. Ochiq, lekin shu mana shuni salgina qilaman, aytaman, shu odamning nimasi ham shunchalik katta bo'lar ekan, bu tirnamaydi, mana shuncha qotgan. Yarmi qon, yarmi zardob tushib kelaveradi har bir nima qilganimga. Keyin oxiri shu bora anaqa singan guruchlarni maydasida bo'lib qoldi-da. Kechasiga yastig'imga mana bunday burnimdan zardob ketar ekan-da, o'zi yotgan joyimda ketar ekan. Unaqa qilib. Keyin salfetkalarni qo'yib, sochiq narsalar qo'yib o'tardim, yastig'im kirib bo'lmasin deb. O'shanday keyin qulog'im ochilib ketdi, mana shu qulog'im. Men o'zimdan baland tovushga ham bo'lmayman. Shu quloq ochilib ketdi-da. Oldin yoqmaydi. Televizorda bor tovush bilan qo'yardim-da, eshitmasdim uncha. Xasgina qilib qo'yamiz. O'shanga ham menga o'sha miyamga ta'sir beradi. Qulog'im yaxshi eshitadi, ko'rish. Lekin mana belimga ham 3 ta grija bordi, keyin MRT qildirdim. Aytdiki, bitta grijangiz bor dedi. U ham 1 millimetrmi
anaqa yo'qoladigan holatga deyapti-da. Keyin men astroxandrozim bordi. Mana shu qish payti, nima kuzda, bahorda men mana poyez kiymasam yura olmasdim-da. Mana shu shamol mana shuni menga o'tardi-da. Sovuqlik berardi. Shu narsalar yo'qolib ketdi mendan. Tizzamni mana bukila olmasdim, oyog'im strapilda edi. Oyoqlarimni bukib nima qiladigan bo'ldim. 5 mahal namozimda mana shuni yo'qoldim, oyog'im mana shunday strapilda edi. Hozir mana bemalol hozir yo'q bemalol yaxshi masalan. Nima qilib, nima qilaman, Xudoga shukr yaxshiman. Mana o'zimizga ham doktordan o'tdim. Aytyapman shunday bo'lgan desam ishonishmaydi. Aytadiki yo'q deydi. Sizlarda sarf kasal bo'lmagansiz deydi. Jigaringiz shishada deydi. Hamma organizmingiz yaltillayapti deydi. Hech qanday kasallik sizda yo'q. Men aytdim yo'q, men mana shunday kasal bo'ldim desam yo'q. Siz yolg'on gapiryapsiz degandan o'zim achchig'im chiqib ketdi-da. Men aytdim men korоче men yolg'on gapirdim, chiqib ketdim-da. Men bu gapni so'zni to'g'risi hayotga